Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Rivoyatlarda keladi. Qaysi bir majlisga kelib, ba'zi bir rivoyatlarda taom majlisi deb, dasturxon deb aytilsa, ba'zi bir yerlarda oddiy bir majlis deb aytiladi. Xullas kalom, qaysi bir majlisga kelib Allohning zikri qilinmaydigan bo'lsa, o'sha majlisdan turganda xuddi harom taomning ustidan turib ketgan kabi degan ma'noda. Shuning uchun azizlar, mana har birimiz, ko'pchiligimiz desak bo'lmaydi. Chunki har birimiz mubtalo bo'lgan, har birimizga zarurat bo'lgan bu taom masalasi. Har kuni kamida 1 marotaba, bo'lmasa 2 marotaba, 3 marotaba, ba'zida 4-5 marotaba choy ichganlarimiz bor. Endi choyni shunchaki ichib qo'ymasdan, uni haqqini ado qilishimiz kerak. Choyni boshida o'qiladigan duo bor. O'sha dasturxonga o'tirganda juda yengil. Bismillahi hammamiz bilamiz. Buxoriy sharifda keladi. Kim taomni boshida bismillah deb yeydigan bo'lsa, shayton ketar ekan. Va shayton u insonni taomiga hamla qila olmaydi. Kim bismillah bilan boshlamasa yoki chap qo'li bilan yeydigan bo'lsa, shayton birga yeydi ekan. O'sha taomga to'ymay qoladi. Ba'zida bo'ladi, ko'p narsa yeysiz, lekin qorningiz to'ymagan. Chunki o'sha yerda siz bilan birga shayton ham o'tirganida, lekin ko'rinmagan. Ikkinchisi, agarda qo'qqisdan boshida esidan chiqib qoladigan bo'lsa, yengil bu duo ham bismillahi avvalahu va axirahu. Yengil duo. Bismillahi avvalahu va axirahu. Bu duoni o'qiymiz nima uchun? Boshidan shu vaqtgacha men duoni o'qimadim. Endi boshida ham, oxirida ham Allohning ismi bilan yeyman deb bir marta o'sha duoni o'qiydigan bo'lsa, rivoyatlarda keladi, shayton siz duo boshlamasdan yegansizda boshida. Shayton o'sha yegan taomlarni hammasini qusib olar ekan. Va undan keyin albatta sunnatga muvofiq davom ettirib keta olasiz. Endi taom yeb bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taologa hamd aytib duo qilamiz. Duo ko'pchilikka mashhur. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Yedirib to'yg'azgan, ichirib, chanqog'imizni qondirgan va bizlarni musulmon qilib yaratgan Allohga hamdlar bo'lsin deb shu duoni o'qib turadigan bo'lsak, bizni taomimiz o'tirganimizdan boshlab to turishimizga qadar, masalan, ba'zi yerlarda odamlar mana hozir turli yerlarga borib dam olyapti, 1 soat dasturxonda o'tiradi. Choylarga borishadi, samovarlarga, choyxonalarga borib soatlab o'tiramiz. Vaqtimiz ketib, mayli, ba'zi bir vaqtda o'tiraylik, lekin shu duolarni o'qib qo'yaylik, boshida, o'rtasida, oxirida ozgina iymon so'zlarini qilib qo'yaylik. Shu o'tirgan majlisimiz ertaga qiyomat kuni bizni foydamizga guvoh bo'lsin-da. 1 soat choyga o'tirdik, lekin sunnatga amal qilmaganligi uchun o'sha choyi dunyoda foydali bo'lgandek ko'rinadi, lekin oxiratda ziyon bo'lib qolmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.